Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ustaxonamizni montaj ishlarini boshladik. Nasib bo'lsa bu yerga stend qo'yamiz va o'sha stendda montaj, ya'ni ulanish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Hozir mana ustaxonamizni montaj ishlarini boshladik. Mana montaj ishlarimizni ham yakunlab oldik. Svetlarimiz yonyapti. Hozir rozetkamizni tekshirib ko'ramiz. 236 volt kuchlanish bor. Bu montajimiz mana tashqi montaj hisoblanadi. Agar uylaringiz shu vaqtdan chiqqan bo'lsa, mana shunday tashqi montaj qilsa ham bo'ladi. Bizni kuzatib boring. Izohlar yozib qoldiring va like bosing.